Assalomu alaykum butun dunyodagi Uyg'urlarim. Hozir men Ankara adliyaning oldida hammanglarga so'z qilyapman. Buningdan 1 yildan oldida meni o'ltirish uchun keynimdan kelib tuyuqsiz tumi bilan urib beshimni qon tebetgan, nurg'un qonlarning chiqishiga sabab bo'lgan, ammo o'ltirish maqsadiga yetilmagan, ismimni so'yismimni qul bo'lgan Afg'onistonlik bir munofiqni qarindoshlar hamda 1,5 yil o'tgandan keyin 7,5 oylik turma jazosiga hukm qildi. Bir odamni o'ltirish uchun suiqasd qilgan odamga faqatla berilgan jazo 7,5 oy qarindoshlar. Men bunga e'tirozimni bildirish uchun bugun Ankara adliyaga kelib adolat sariga e'tirozimni bildirdim. İnşallah bunga o'ziga loyiq jazo berilishi kerak. En az bunga ömürlük turma jazosi berilishi kerak degan imini bildirdim qarindoshlar. Bu o'zini hamma yerda men Uyg'ur, hatto men saqchi deb tunishtirib, bugungacha mayli Ankarada bo'lsin, Turkiyaning har qaysi joylarida nurg'unlagan oilalarni buzgan, nurg'unlagan Uyg'urlarni shikoyat qilib turmaga solatgan bir munofiq ekanligi qarindoshlar oshkor bo'ldi. Shuning uchun men buni bugun bosh qo'yib bersam, hatta bizga o'xshash nurg'unlagan oilalarning buzishga ham Uyg'urlarni turmaga soltishga, turmaga soltanmagan vaqtida Xitoydan pul olib bir o'ttirishga harakat qilganligi aniq qarindoshlar. Bu munofiqlar, buningdan boshqa nurg'un kishilar bor. Bugungacha bizga nurg'unlagan ko'magan kunni ko'rsatdi qarindoshlar. Biz tajovuzchi Xitoyga qarshi harakat qilsak, buni bizning qarshimizga chiqib nurg'unlagan iftiro tuhmatlar qildi. Uninga bo'yin egmasak, hatto shikoyat qilib munofiqlar hamma tarafdan bizni Turkiyada turma solatgan bo'ldi. Hatto Xitoyga ivat yutumizda oldimizga qo'l qo'ysan deydigan varaqlar keldi. Bizni Allohning yordami, advokatning aqlishi bilan inshaalloh bu maqsadga yetilmadi. Xitoyga mo yo'lga solanmadi. Oxiri biz aqllanib chiqdik. Aqllanib chiqqandan keyin, butun u yo'llari buzilgandan keyin bizga suiqasd qilib, keynimizdan kelib ikki odam birlikda tumi bilan beshimizga urib o'ttirish uchun suiqasd qildi. Keyin bu mu endi amalga oshmagandan keyin endi nima suiqasdni planlab turib bilga olmaydi qarindoshlar. Shuning uchun biz Turkiyada yashagan ekanmiz, Turkiyaning qonuni bilan harakat qilaylik deb